Assalomu alaykum. Hurmatlik azizlar, barchamizga bu Eidul Adho Qurbon hayiti muborak bo'lsin. Bu Qurbon hayiti avvalgi hayitlardan ko'ra o'zgacha shukuh bilan, o'zgacha xursandchilik va quvonch olib keldi. Sababi yurtimizda turli islohotlar kabi bu hayit ayyomi sababidan ham yurtimizda ming-minglagan xonadonlarga bu bayramning shukronasi yetib bordi. Sababi yurtboshimiz tashabbusi bilan Muftiy Hazratlari bosh Vaqf xayriya fondi hamkorligida yurtimizdagi kam ta'minlangan va ehtiyojmand oilalarga ham alohida e'tibor qaratildi. Alloh taolo yurtimizni obod qilsin, ham yanada fayzini ziyoda qilsin va bayramlarga qo'shilmoqligini va har bir bayramda alohida o'zgacha ruh bo'lishligini va kayfiyatlar a'lo bo'lishini Alloh hammamizga nasib aylasin. Yana bir bor hayit ayyomi muborak bo'lsin.